Assalomu alaykum. Endigi darsimiz biron bir topshiriqni bajarib bo'lgandan keyin nimaga o'tish, keyingi mavzuga o'tish hisoblanadi. Buning uchun nima ish bajaramiz? Buning uchun добавить element или resurs deymiz. Hozir biron bir topshiriq qo'yaman, sizlar test qo'yishlaringiz ham mumkin. Demak, test qo'yish mumkin, topshiriq qo'yish mumkin. Hozir men topshiriq qo'yaman. Topshiriq deb yozaman bu yerga. Topshiriq. Endi topshiriqni ham bilasizlar, qo'yish mumkin va mana bu yerga instruksiya по заданию degan joyga siz topshiriqlaringizni qo'yishingiz mumkin. Masalan, qanaqangi topshiriqlar? Masalan, shunaqangi holatlar bo'lishi mumkinki, siz shu ingliz tili darsi bo'lganligi uchun bu bironda bir nima deydi? Essay yozing, o'zingiz haqida essay yozing. O'sha bolani boshlang'ich bilimini aniqlash uchun. O'zingiz haqingizda essay yozing yoki about me deb shunaqangi ko'rinishda yozishingiz mumkin. Endi topshiriqlar berasiz. Bu yerda dostupность bor. Muddatini belgilab berishingiz mumkin. Qachongacha topshirish mumkinligini berish mumkin. Ana undan keyin shunaqangi holatlar borki, ответ в виде teksta bor, ответ в виде fayla bor. Siz masalan teksta deb aytadigan bo'lsangiz, fayl yuklab o'tirmaydi. Sizga tekst beradi va bu yerga bu tarafga esa sonini yozib qo'yasiz. Masalan, so'zlar soni limitini berib qo'yishingiz ham mumkin. Yo'q, menga fayl ko'rinishida yozib yuborsin desangiz, bu holda ответ в виде faylini tanlaysizda, mana bu yerda bitta faylni belgilab qo'yasiz. Ikkitadir, lekin asosan bitta fayl berilsa juda ham yaxshi bo'lardi. Endi berilgandan keyin demak baholashga o'tamiz. Jimlik qoidasiga ko'ra har doim 100 qo'yiladi. Biz uni 5 ga aylantirib qo'yamiz. Проходной ballga esa 3 qo'yamiz. Chunki hozir bitta joyga bu juda ham kerak bo'ladi. Ana endi qo'yildi va biz сохранить и вернуться к курсу tugmasini bosamiz. Kursga qaytdik. Mana topshiriq berildi. Buni men yashirib qo'yaman talabalardan ko'rmasligi uchun. Endi nima uchun buni qo'yganligimni hozir ko'rasizlar. Endi biza bu yerda o'qib bo'lgan общий, demak mana bu kurs haqidagi ma'lumotlarni o'qib bo'lgan talaba, birinchi topshiriqni bajargan talaba, endi ikkinchi kurs nimaga o'tishi, ya'ni birinchi ma'ruzaga o'tishi uchun mana shu topshiriqni bajargandan keyin bu yerga o'tish kerak. Endi buni ko'ramiz. Qarang. Mana bu yerda 3 ta tugma bor. Shu tugmani ustiga bosamiz. Bosamiz-u mana redaktировать seksiya degan joyga o'tamiz. Mana. O'tdik. O'tganimizdan keyin ограничение доступа bor. Ограничение доступida mana добавить ограничениyaga o'tamiz, оценкаga o'tamiz. Endi talaba quyidagi qoidalardan biriga mos ravishda bajarish kerak degan joy bor. Shu yerda biz topshiriqni tanlaymiz mana. Va bu yerda demak 3 qo'yaman, chunki 3 dan katta yoki 3 ga teng bo'lgan bahoni olish kerak. Сохранить tugmasini bosamiz. Demak, ana endi kursga o'tsak, bu kursga o'tamiz. Mana bu yerda ko'ryapsizlarki, topshiriq turibdi. Talaba o'sha topshiriqni bajaradi. Topshiriqni bajargandan keyin u 3 baho olsa, lesson 1 ga o'tadi. Xuddi shu holatni bu yerda ham bajarishingiz mumkin. Masalan, bu yerga bironta test qo'yasiz. Yakuniy test yoki bo'lmasam yakuniy qandaydir topshiriq qo'yasiz. Va bironta bir test qo'yamiz. Shunday testni joylashtirasiz. Men mana bu yerga topshiriq birinchi ma'ruza bo'yicha yakuniy test deb yozaman. Birinchi ma'ruza bo'yicha yakuniy test, masalan, o'tgan darslarimizda ko'rsatganday vazifalarni bu yoqda bajarasizlar. Faqatgina mana bu оценкаga qarayman. Bu yerda проходной ball 3 bo'ladi. Keyin tepaga 5 ni qo'yib qo'yaman hozir. Demak, продолжить. Demak, bu yerda har bitta ish xuddi nimadagiday bajariladi.
boyagi o'tgan darslarimizda ko'rsatib o'tganimizdek bajariladi. Bajarilgandan keyin testni qo'yib bo'lganingizdan keyin, demak, birinchi ma'ruza bo'yicha yakuniy testni ikkinchi ma'ruzaga o'tish kerak. Demak, u birinchi ma'ruza bo'yicha yakuniy testdan 3 baho yoki undan ziyod baho olgandan keyin u ikkinchi ma'ruzaga o'tadi. Buning uchun endi ikkinchi ma'ruzada добавить лекс mana seksiyani bosdingiz. Ограничение доступga o'tasiz. Endi bu yerga o'tasiz. Otsenka bor. Demak, topshiriq. Mana bu yerda yakuniy test bor edi. Birinchi ma'ruza bo'yicha yakuniy test. Demak, mana buni bosasiz. Bu yerga 3 ni qo'yasiz va сохранить tugmasini bosasiz. Bosganingizdan keyin talaba endi birinchi bu topshiriqni bajarsa leksiyaga o'tish kerak. Mana testdan o'tgandan keyin bunga o'tishi kerak. Qolganlarini ham xuddi shu tartibda davom etib ketishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.